Bugungi mavzu alkenlar olinishi va xossalari. Biz bugungi darsimizda to'yinmagan uglevodorodlarning yana bir vakillari haqida so'z yuritamiz. Tarkibida 3 bog' tutgan uglevodorodlar atsetilen qatoridagi to'yinmagan uglevodorodlar yoki alkenlar deyiladi. Alkenlarning umumiy formulasi CnH2n-2. Ularning birinchi vakili atsetilendir. Nomlanishi: atsetilen qatoridagi uglevodorodlar ratsional nomenklatura bo'yicha nomlanganda tegishli radikal nomiga atsetilen so'zi qo'shib o'qiladi. Masalan, metil asetilen, etil asetilen. Sistematik nomenklaturaga muvofiq alkenlarni nomlashda ularga mos keladigan uglevodorodlar nomidan an qo'shimchasi olinib, uning o'rniga in qo'shimchasi ishlatiladi. Alkenlarda 3 bog' asosiy zanjirda bo'ladi va raqamlash aynan 3 bog' yaqin tomondan boshlanadi. Agar 3 bog' birinchi uglerod zanjirida joylashgan bo'lsa, geptin 1. 3 bog' ikkinchi uglerod zanjirida joylashgan bo'lsa, geptin 2. Tarmoqlangan alkenlarda esa avval radikal nomi, so'ngra 3 bog' turgan uglerod zanjirining nomi o'qiladi. Masalan, 2 metil geptin 1. Izomeriyasi. Alkenlarning izomeriyasida zanjirning tarmoqlanishi va 3 bog'ni joylashuvi kuzatiladi. Masalan, umumiy formulasi C4H6 bo'lgan butenni olamiz. 3 bog'ning joylashuviga qarab, birinchi uglerod zanjirida joylashgan bo'lsa, butin 1, 3 bog' ikkinchi uglerod zanjirida joylashgan bo'lsa, butin 2 deb o'qiladi. Alkenlar va alkadienlarning umumiy formulasi CnH2n-2 ga muvofiq kelganligi sababli ular sinflararo izomer hisoblanadi. Bu holat propin va propadien molekulalaridan boshlanadi. Olinishi: atsetilen laboratoriya va sanoatda kalsiy karbidni gidroliz qilish orqali hosil qilinadi. Buning uchun bir necha bo'lak kalsiy karbidni kolbaga solamiz. Kolbaga suvni tomchilatib qo'yamiz. Kalsiy karbid suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishadi. Kolba devori bo'ylab atsetilen gazi ajralib chiqayotganini kuzatishimiz mumkin. Reaksiyaning ikkinchi mahsuloti sifatida kalsiy gidroksid hosil bo'ladi. Metanni qizdirish orqali ham asetilen hosil qilish mumkin. Fizik xossalari: atsetilen, metil asetilen, dimetil va etil asetilenlar oddiy sharoitda gaz. Pentindan pentadekingacha bo'lgan gomologlar suyuqlik, undan yuqorilari esa qattiq moddalardir. Ularning suyuqlanish va qaynash temperaturalari molekulyar massalari ortib borishi bilan ortib boradi. Alkenlar suvda erimaydi, lekin aromatik va boshqa erituvchilarda yaxshi eriydi. Kimyoviy xossalari: gidratlanish reaksiyasi. Kucherov atsetilenga katalizator ishtirokida suv ta'sir ettirish orqali sirka aldegidni hosil qildi. Zelenskiy esa asetilenni yuqori temperaturada aktivlangan ko'mir orqali o'tkazib, benzol molekulasini hosil qildi. Alkenlarning yonish reaksiyasida suv va karbonat angidrid hosil bo'ladi. Alkenlarning yonish formulasini umumiy ravishda quyidagicha yozish mumkin. Atsetilenga kaliy permanganatning ta'sirini turli muhitlarda ko'rib chiqamiz. Atsetilen kislotali muhitda kaliy permanganat bilan reaksiyasi natijasida oksalat kislotani hosil qiladi.
Asetilen neytral muhitda kaliy permanganat bilan ta'sirlashib, oksalat kislotaning kalliyli tuzini hosil qiladi va marganet tor oksidi cho'kma holida ajralib chiqadi. Asetilen ishqoriy muhitda esa oksalat kislotaning kaliyli tuzini hamda kaliy manganatni hosil qiladi. Bu jarayonda esa eritma yashil rangga kirganini kuzatishimiz mumkin. Galogenlash. Alkinlar ham galogenlarni biriktiradi, faqatgina bu jarayon sekinroq sodir bo'ladi. Ishlatilishi. Asetilen kimyo sanoatida xom ashyo hisoblanib, etil spirt, sirka kislota, allil spirt, glitserin, vinil asetat va boshqa moddalar olinadi. Asetilen kislorodda yonganda 3000 gradusgacha issiqlik hosil qiladi. Bu hissiyatdan foydalanib, sanoatda, qurilishda va xo'jalikning boshqa tarmoqlarida metallarni hamda metal buyumlarni qirqishda hamda payvand qilishda keng ishlatiladi. Bugun sizlar bilan alkinlar, ularning olinishi va xossalari haqida tanishdik. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.